Bugun bilasizmi, shunchalik bir iste'dodli insonlar yig'ilganki, ular nafaqat sozanda yoki xonanda, balki bastakorlik bilan ham shug'ullanishadi va bu alohida e'tirof etish. O'zi bugungi mehmonlarimiz bilasizmi, o'tgan dasturda tashrif buyurishganida bayram dasturiga albatta kelamiz degan va'dani berishgan edi va va'dani tagida yana bir va'da bor edi. Uni albatta suhbat davomida ochamiz. Mayli bayram bo'lmasa ham, bayramga yana bo'lsa, ozgina vaqt bo'lsa ham, lekin bugunni bayram deb hisoblayveramiz. Ha, demak dasturimiz mehmoni Mashhura Pirjanova hamda Alisher Ibragimov. Marhaba. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiliklarmi? Xush kelibsizlar. Ko'rib yana xursand bo'ldik. Marhamat, Salom Toshkent dasturi tomoshabinlari bilan ham salomlashib olishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Biz o'tgan safar kelganimizda 4-mart kuni premyera qo'shig'imiz bilan kelamiz degandik. Mana keldik. degan holda. Xush kelibsiz albatta va bilasizmi, men mana shunday san'atkorlarni ko'rganimda ularning ko'zlaridan yuraklaridagi shijoatni sezib olaman-da. Va mana shu shijoatni men ham ko'ryapman. Alisher aka ham hozir salomlashib olaman, bayram bilan tabriklayman kelayotgan deb. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga, ko'rsatuv ijodkorlariga. Sizlarni ko'rib turganimizda juda xursandmiz. Ko'chada yomg'ir bo'lganiga qaramasdan bu yerda har doim kayfiyat a'lo darajada. O'tgan safar qor edi, Alisher esingda bo'lsa. Bugun yomg'ir, nuqul bir narsalar yog'adi bizga. Albatta quyosh bo'ladi endi. Mana qorni ko'rdik, yomg'irni ko'rdik. Endi quyoshni ko'rsak bo'ldi. Demak, o'tgan safar kelganinglarda va'da berib ketgan edinglar. Keyingi dasturga albatta bayram bo'ladi va xalqaro xotin-qizlar bayramiga biz qo'shiq tayyorlab kelamiz degan edinglar. Tayyor bo'ldimi? Ha, albatta. Amallab tayyor bo'ldi. Ukajonimga Alisher bo'lyaptimi qo'shiq? Qo'ng'iroq qilaveraman. Ha, opam hammasi reja bo'yicha ketyapti. Xavotir olmang deb, xullas. Iloji boricha harakat qilamiz ijod qilayotganda. Qanaydir boshqa narsalarga bog'liq bo'lmasin qo'shig'imiz deymiz. Chin ko'ngildan ilhom kelganda yoziladi. Shu izladim, o'yladim, izlandim. Bizda ayollarga atalgan, onalarga atalgan ko'p qo'shiqlar bor. Lekin 8-mart bilan nomli qo'shiq yo'q. Rostdan ham. Keyin shu sabab 8-mart bilan nomli qo'shiq yozishga qaror qildim. Tug'ilgan kuning bilan degan qo'shiqlar ko'p, rostdan ham yangi yil bilan degan qo'shiqlar ko'p. Siz aziz va muqaddas ayol, lekin haqiqatdan-da 8-mart bilan degan qo'shiq yo'q. Bilasizmi nimaga yo'q? Sababi chunki endi moliyaviy rejaga agar bog'laydigan bo'lsak, bu qo'shiq faqat 8-martda bir marta aytiladi. Ha, juda bir foyda olib keladigan qo'shiq emas, lekin bizda qanaqa aytdim boshida, biz ijodimiz boshqa narsalarga bog'liq bo'lmasligi kerak, faqat ilhomga bog'liq bo'lishi. Mana shu bizda asosiy maqsad. Pul bizni qiziqtirmaydi. Haqiqiy ijodkor mana shunday. Faqatgina ilhom kelganda, biz mana oilaviy yig'ilganda maslahatlashib qanaqa qo'shiq qilsak bo'lar ekan, ilhom kelib qoladi, o'shani keyin qilamiz-da. Ha. Lekin yaxshi g'oya, chunki mana yangi yil ham yilda bir marta keladigan bo'lsa ham ushbu bayram, lekin butun O'zbekiston kuylaydi-da mana shu qo'shiqlarni. Balki mana 8-mart qo'shig'i ham mana shunday bo'ladi. Ha, to'g'ri aytasiz. Umuman olganda ushbu qo'shiqni yaratilishi bizga qiziq. Undan avval esa bizda qo'ng'iroq bor. Keling hozir bog'lanib olamizda, keyin savolga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, ya. Tanishib olsak, ismingiz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Chiqadi o'shada qilib, ismini Dinoraxon deb o'rgandim-ku, keyin Labarxon deb aytgan. Ha, yaxshimisiz? Ha. Ko'rdingizmi, u qizimiz sizdan xafa bo'ldilar. Endi mana Nigoraxon bilan chiqamiz. Xafa bo'lmasa, adashtirib olsam, Labarxon. Bo'ldi, men aytaman, xafa bo'lmang, Labarxon deyman-da, endi ertaga chiqadilar unda. Ko'rib o'tiribsizlar. Boringizga shukr. Rahmat kattakon. Salom tabriklar bo'lsa marhamat yo'llab olishingiz mumkin. 8-mart kelyapti. Opamga ham salom, Labarxon opaga ham salom, Nigoraxon opaga ham salom. 8-mart kelyapti. Boringizga shukr. Sizga ham salom albatta, dasturimizning ijodkorlaridan kelayotgan bayram muborak bo'lsin. 3 ta sovg'alar, yangi yilgacha. Qanaqa sovg'alar? 3 ta sovg'alar, 3 ta sovg'a keladi. Ularga ham berganman. Yana qarindoshlarim ham olib beradi. Taomda ham undiraman-da har yili. Qoyil, bu yil biz sizga sovg'a beramiz.
Shahriyor shaxsan o'zlari sizga sovg'a yuboradilar. Albatta, hozir birozdan so'ng 8-mart haqida qo'shiq yangraydi. Aynan siz uchun va barcha xotin-qizlar uchun. Ana. Dasturimizdan barcha ayollar uchun sovg'a. Rahmat qo'ng'iroq uchun albatta. Ha, siz bilan suhbatlashsak o'zi hali ko'p suhbatlashsak bo'ladi, lekin bu yerda suhbatdoshlarimiz ham bor-da. Ha. Rahmat, tashakkur. Albatta va vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak. Kayfiyat uchun tashakkur albatta. Va qo'shiqqa uzayotgan edik. Ushbu qo'shiqni yaratilishi menga qiziq. She'rni kim yozdi va bastakorlik bilan atishmasam o'zingiz shug'ullangansiz. Ha, so'zini qatorma-qator har kun o'ylab yozdim. O'zingizmi? Qoyil. Endi iloji boricha harakat qilaman o'zim yozishga so'zlarni, chunki shoirlar bilan ham ishlayman. Lekin qaysidir misralari sal to'g'ri kelmagandek tuyuladi menga gohida. Shu sabab shu qolipiga aniq tushganday bo'lsin deyman so'zlar. Shunday. Qancha Opa shunaqa qo'shiq yozdim. Keling endi bitta kuylab ko'raylik deb. Birinchi hammamiz oilaviy o'tiramizda. Televizorimiz bor katta, fleshkalar qo'yiladi. Keyin Alisher aytib beradi qo'shiqni. Bunaqa qani mashhur opa aytib ko'ring deydi, so'zlarini beradi. Birga qo'shiq aytamiz. Ota-onalarimiz xursand bizani. Birinchi muxlislarimiz. Hamisha bizani qo'llab-quvvatlab har bir yutug'imizga xursand bo'lishadi. Shundan keyin o'sha bir necha marta ijro etib, eshitib, keyin yozamizda Alisher bilan. Lekin tez yozamiz. Bir pasda nechadir soatda yozib tashlaymiz qo'shiqlarni. Qoyil. Unda mana shu shedevr qo'shiqni hozir bir eshitsak. So'z isboti bilan bo'lsin. Barcha ayollarimizni kirib kelayotgan bayram bilan tabriklash maqsadida maxsus sizlar uchun tayyorlangan 8-mart qo'shiq albatta. Faqat va faqat sizlar uchun. Marhamat. Mart bilan tabriklaymiz ayollar, sizlarsiz hayot yo'qdir go'zal opa singillar. 8-mart bilan onalar buvijonlar, baxtimizga borsizlar ammalar u xolalar. Ochilar gullar, sayrar bulbullar, kelinchak bahor, dildan so'zim bor. Uy farishtasi, mehr rishtasi, uzilmaydi hech yor nashidasi. 8-mart bilan tabriklaymiz ayollar, sizlarsiz hayot yo'qdir go'zal opa singillar. 8-mart bilan onalar buvijonlar, baxtimizga borsizlar ammalar u xolalar. Yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, ko'pdir kasbingiz, so'nmas ahdingiz. Dilbaru janon, tarifi doston, tugamaydi hech, sog' bo'ling omon. 8-mart bilan tabriklaymiz ayollar, sizlarsiz hayot yo'qdir go'zal opa singillar. 8-mart bilan onalar buvijonlar, baxtimizga borsizlar ammalar u xolalar. 8-mart bilan tabriklaymiz ayollar, sizlarsiz hayot yo'qdir go'zal opa singillar. 8-mart bilan onalar buvijonlar, baxtimizga borsizlar ammalar u xolalar. 8-mart bilan mart bilan
va aytib o'tishimiz kerakki, qo'shiq juda ham omadli va ayta olamanki, haqiqatdan da dillarda qolguvchi bo'ladi. Va bilasizmi, Shahriyor mashhur opam nafaqat xonanda, balki mohir xoreograflar. U sir emas, juda katta ustozlar, raqs maktablari bor, o'zlari ham mohirona tarzda raqsga tusha oladilar. Mashhur opa, savolim shundan iboratki, mana shu 8-mart qo'shig'iga qizaloqlar bilan raqs bastalash xayolingizga kelmadimi? Avvalambor Alisher qo'shiq yozganda mana shu raqsga mos qilib harakat qiladi va Mashhur opa, qizlaringiz ham o'ynasa bo'ladi deb menga taklif, birinchi bo'lib taklifi beradi. O'zi aslida xayolimda ham bo'ladi bu narsa. Albatta bu qo'shiqqa chiroyli raqs ham bastalash mumkin, sahnalashtirish mumkin. Kutamiz. Demak, kutib qolamiz albatta. Klip olish rejalari ham bormi? Yoki hali endi sekin o'ylayapsiz? Bizda hozir Mashhur opam ishlari bor, meni ishlarim bor. Men ertaga Piterga ketadilar, hakamlik qiladilar bir xalqaro konkursda, xoreografiya konkursida. Men ham Samarqandda Davlat teatrida hozir shartnoma bo'yicha musiqiy bezaklari bo'yicha ishlayapman, yangi spektaklni. Shu sabab biz ulgurmayapmiz ozgina mana bu sahnalashtirishga, raqslarni, ya'ni kliplarga, lekin bizga takliflar tushdi, klip olib beramiz degan ustoz Nozim aka Tolipov har ko'rganlarida Mashhuraxon, opa-uka, klipinglarni qilib beraman deydilar har doim. Bo'ldi, Nozim aka, hozir kelayotganimizda ham Alisher dedim, mana shunaqa har safar ko'rganimda aytadilar, shu bitta klip olib qo'ysak bo'lar ekan degan niyat bor. Bu esa yangi qo'shig'imizga bo'ladi. Yaxshi g'oya. Bir narsani sezdim. O'tgan dasturda Alisher aka gitarasiz kelgan edilar. Nega gitara olib kelmadingiz desam, bugun meni olib ketdilar. Unda eshitishimiz kerak. Albatta. Chunki studiyaga kirdim, albatta mana shu narsa ishlash kerak. Albatta. Va qanday tarona eshitamiz hozir? Hozir endi o'ylab turibman, qaysi qo'shiqni aytsam aka, yozgan qo'shiqlarimdan o'ylab beraman. Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Ozgina qamay yozgan. Alisher aka, taklif bor. Ayting. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir. Shu yomg'irga mos qo'shiqlarim, yomg'ir haqida ko'p, endi ko'proq eshitilgani mana bu Toshkentda yomg'ir yog'ar qo'shig'ini kuylab beraman. Marhamat. Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar, taksida bir qiz nega yig'lar. Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar, taksida bir qiz nega yig'lar. Qayerlardan kelding dildor, aytgin menga ne darding bor, muhabbating esladingmi bu yo'llarni, esladingmi Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar, taksida bir qiz nega yig'lar. Hozir syomkadan oldin ko'rsatuv rahbariyat so'raganda, Alisher shu qo'shiqni yozgansiz, o'zi nimaga qiz yig'layotgandi, kim aytib, aytingda yaqinda bayram kayfiyatni ko'taramiz. Qiz Toshkentga o'nib o'sgan mahallalariga kelmaganiga ancha bo'lgan. Samolyotda shuna trapda tushgandan Toshkentga shuna yomg'ir yog'adi va o'sha paytlarni eslab yig'laydi. Bu quvonch yoshlari, sog'inch ko'z yoshlari. Vatan sog'inchi. Shunaqa. Ana. Qarang, har bitta narsada yaxshilik ko'ra olsa inson mana shunday bir xulosalarga keladi. To'g'ri. Men esa nima deb o'ylabmanki, siz kunlardan bir kun shu taksi qilishga chiqqansizda va yo'lingizda qiz uchragan, ilhomlanib she'r yozgansiz, qo'shiqqa aylantirgansiz deb o'ylabman-da. Yo'q, men o'zi qanaqadir yangi narsalar o'ylab topishga qiziqaman juda. Bu yangi narsalar o'ylab topishga deganim, bu o'zi hayotda bunaqa voqealar ko'p, balki bilmaymiz biz.
lekin kitoblarni o'qiyman, seriallarni ko'ramiz, kinolarni va o'zim shunaqa ilhomlanganda shunaqa narsalar kelaveradi. Kadr. Ha, ijodkor bilasizmi, nimadandir ilhom oladida. Ilhom manbai bo'ladi, o'zini ilhom parisi bo'ladi. Sizda u nima? Nimadan ilhomlanasiz? Balki fasldir, balki ob-havodir. Tabiat, men ko'chada aylanib yursam yo kechki payt o'tirgan paytimda qanaqadir shunda bir qator so'z yo misra kelib qoladi. Bo'ldi, ana shuni atrofida qo'shiqni hammasini yozaman. U asos bo'ladi. Demak, o'zingizni kichkina kitobchangiz yoki telefondagi anaqa shu yozadigan joyi bor-ku. Masalan, ketgan bo'lsak, sog'inib tonglar otgunchada men uchrashib daryo bo'yida deb keyin o'shani davom ettirgan, o'ylaganman, nima qilsam bo'ladi. Shuni ham eshitaylik. nima qilganingizni eshitaylik. Shuni ham eshitaylik. Va davom ettiramiz. Ha, fikringizni davom ettiramiz. Uchrashib daryo bo'yida qo'l ushlashib yurar edik, Majnun tog'larning bag'rida shirin xayol surar edik. Sog'inib tonglar otguncha, kutaman quyosh botguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Sog'inib tonglar otguncha, kutaman quyosh botguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, hey, yig'larman daryo to'lguncha. Haqiqatda omadli qo'shiq chiqqani, esda qolarli va o'zingizga nisbatan qanday baho berasiz? Masalan, ijodkorlar borki, ayniqsa xoreograflarda bu juda ko'p uchraydida, o'ziga qoniqmaydi. Ya'ni yaratgan mana shu kompozitsiyasiga qoniqmasdan yana o'z ustida ishlashda davom etadi. Sizda bu jarayon qanday? Bo'ladi, albatta. Men oldin yozgan qo'shiqlarimni eshitaman-da, hozirgacha bitta so'zlarni o'zgartirib o'zim kuylaganda o'zgartiraman haligacha. Lekin ko'nglim hech qachon 100% yozgan qo'shiqlarimda hech qachon to'lmagan 100%. Sizdachi xoreografiyada menda ham xuddi shunday, mana aytib o'tdilar, xuddi shunaqa. Har safar ota-onalar bolalarga chapay chalib, har bir festival, konkurslardan keyin "Молодцы" deyshadi. Men shunda o'tiraman. Menga qarashadi. Mashhura Talipov yaxshi o'ynashdi-ku. Yaxshi deyman-da. O'zim bilaman-da. O'zim har bitta narsani ko'raman, o'zimni xatoyimni ko'raman birinchidan, keyin bolajonlarning xatosini, o'sha qanaqadir raqs chizmalari bor. Masalan, doira shaklini tekis qilib qilish kerak, diagonalmi, o'sha narsalar ko'rinib qoladi-da menga. Endi qoniqmayman keyin. Voy, nimaga shunaqa, voy Bu menimcha barcha xoreograflarga tekka kasal bo'lsa kerak. Shunaqa. Bir xil o'ylaydiki, ha, o'zini xatosini ko'rmaydi. Nimaga ko'rmayman? Ko'raman. Har doim menga ustozlar tanbeh berishganda, va albatta ustoz xo'p bo'ladi deyman. Hozirgi yoshlarimiz sal boshqacharoq, masalan, biz ham o'z tajribamizga ega ustozmiz, yoshlarga aytsak, mana shu yerda bir xato bor, harakat noto'g'ri ketdi desak, o'zim bilaman deb masalan shunaqa deyishi mumkin. Lekin bizani davrimizda, hozirgi paytda ham biz haligacha xo'p bo'ladi, ustoz xo'p bo'ladi deb shunaqa tarbiya olganmizda ota-onamizdan. Shu yoshlarga ham maslahatim shu. Mana maslahat, qimmatli maslahatlar berildi hozir. Eslab qoling albatta. Kelganingizga rahmat, kunni biz bilan o'tkazganingizga, mana shu yomg'irli havoda yo'q demasdan kelganingiz. Har doimgidek sizlar bilan vaqt juda tez o'tadi. Nechun tashrifingiz uchun rahmat. Sizlarni yana kutib qolamiz.
albatta va qo'shiqlari bor. Hozir dastur yakunida mana shu qo'shiq bilan biz dasturni chiroyli qilib yakunlaymiz. Undan avval esa tomoshabinlarga hozircha xayr deymiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Muhimi Toshkent telekanalini ko'rishda davom eting. Ertaga yana Salom Toshkent deya xonadoningizga kirib borasiz. Xuddi shunday. Dushanbadan payshanbagacha 12:30 dan 14:00 gacha sizning xonadoningizda mehmon bo'lamiz. Qadrdonlar, seving, seviling va albatta doim yaxshilik qiling, kuling. Kelayotgan bayram bilan barcha ayollarni tabriklaymiz. Ko'rishguncha. Albatta va dasturimizni mana shunday go'zal bir tarona bilan yakunlaymiz. Barchaga omad tilaymiz. Nigohingiz kulishi yetar, siz kelib xonadonim yorishib ketar. Orzu havas tugaydimi aytingchi opam, bugun endi dam oling, axir bu bayram. Harakatda to'xtamas bu yorug' olam, ulguraman deymanu ishlar ko'p biram. Nima bo'lsa mayliga ertaga bo'lar, sizlarni ko'rib ukam ko'zlarim qo'nar. Opa opa opajon, Uka uka ukajon, dillarimiz yayrasin, didorlar bo'lib shodon. Opa opa opajon, uka uka ukajon, yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. Har kun ham bayram emas, axir siz biling. Sizni sog'indik opam, davraga keling. Oilamiz jam bo'lsin, to yildan yilga. Yaxshiliklar ko'paysin, totli umrga. mayli yumushlarimni qo'yib turayda, bu damda sizlar bilan davron surayda. Omonat bu dunyoda omon bo'laylik, shodiyonada birga o'ynab kulaylik. Opa opa opajon, Uka uka ukajon, dillarimiz yayrasin, didorlar bo'lib shodon. Opa opa opajon, uka uka ukajon, yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. Opa opa opajon, uka uka ukajon. opa opa opajon, Uka uka ukajon, yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. Opa opa opajon, uka uka ukajon, dillarimiz yayrasin, didorlar bo'lib shodon. Opa opa opajon, uka uka ukajon, yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. Yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. Salom Toshkent. Salom Toshkent.